Xorazmda fasad ishlarining bahasi necha so'mdan boshlanadi? Travertin. Demir travertinning boshlanish bahasi 50 ming so'mdan boshlanadi. Sifatini qarab baho yana oshib boradi. Suvag'ish ishlari. Suvag ishlari oddiy suvag bo'ladigan bo'lsa 20 mingdan 30 mingdan bo'ladi. Mayak suvag bo'ladigan bo'lsa 30 mingdan 45 mingdan atrofida bo'ladi. O'gak ishlari. O'gak ishlari metrine qarab yuradi. 15 ming so'mdan boshlanadi. Sokol mramor urush xizmati. Sokol mramor urush xizmati oddiy bo'ladigan bo'lsa 50 sm 100 ming so'mdan boshlanadi. Narsaga qarab yana faskalari nelar o'zgaradigan bo'lsa, fasollar o'zgaradigan bo'lsa, narxi yana oshib boradi. Utupleniya bazat ishlari. Utupleniya bazat ishlari 50 ming so'mdan boshlanadi. Devorga qarab narxi o'zgarib boradi. Bu baholarimiz boshlang'ich narxda yozilgan. İş sifatine qarab narxlarimiz yana o'zgarib boradi. Ergacha Xorazmda remont ishlari, fasad ishlari haqida foydali ma'lumotlarni olish uchun necha so'm kerak? Usta Ergash profiliga obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlarni o'zlarimiz berib boramiz.